Bildim aka. Mayli, Xudo hurmatingizni izzat qilsin. Shuncha hurmat qilganingiz uchun ham rahmat. Bir guring. Men 2020 ni o'sha kuni oldim. Bitta detalli kraskasi bor, mana shu krilasi oq svet. Bir yigitni Nexia'sini oldimda barter bo'ldi-da. Tushundingiz? Nexia'sini 10 millionga oldimda, o'sha Nexia 3 ta oldim. Endi hamma bilan bir xil savdo bo'lmaydi. Arzonroq berib qo'ydi. Qisqasi 64 millionga berdi. 110 ming yurgan Nexia uchun 64 millionga berdi. Men 1 million qo'yib sotishim kerak edi. Barter qilganim uchun qo'yib sota olmadim. 64 million o'zi berib yubordim keyin. 2020 yilda. Buni o'shanga hozir necha pul bo'lsa bera olasiz siz. Siz menga mashinchalar bo'lsa, aka cho'tim deng, men keyin sizga tushuntirib aytaman. Endi o'zim haydaganligim uchun, mashina yaxshi bo'lgani uchun buni 90 million deb endi sochi 100 million deyman, to'g'rimi? Shunday sotuvchi hamma o'zi to'rkiga kiyim kiyadi-ku. Albatta, men ham shuni magazinga kirsangiz shunday lubba kiyimda, misol kiyim magazinga kirsangiz lubba kiyimni kiysangiz to'g'ri kelmaydi-ku. Kiyib o'zingizga to'g'risini kiyib olasiz-da, keyin olasiz. shunday. O'shanda siz ham narx aytsangiz, men ham gaplash ko'raman, o'zimga to'g'rilab olib, to'g'ri kelsa olaman. Albatta. 90 million. 90 million. Yashang. Mexanik ha? Ha, mexanik ko'ring, motorlarni ko'ring. Bo'l, hozir bitta ichlariga bir qarang qani. Endi navorati bo'lsa, Navorati yo'q. Necha otiladigan narsalar. Psixollar charchab qo'ygan. O'sha payt qo'ygan ekan. Yangi vaqt qo'ygan. Bitta balon qo'yadi. Balonlar ham endi juda qotib bo'lganda, kamchisi yo'q. Orqasini bosib yuboringlar usta. Qarang. Mana bu yerda pistollarni qarang, qanday turibdi. Juda chiroyli turibdi. Endi yig'ini qarang. Yo'q yoqqa yasab tayyorlagan. Kirlo sepilgan, qo'yilgan Shunday. Yashang. Ana shu tarafidan bu. Tekkan ekan shu tomoni. Shu tomon tekkan. Buradan bu. Kirlo taxlangan mana shu. Mana qarang. Keling. Qanday shekilgan? Mana shu bitta egilib qarang. Ko'rapsizmi? Kirlo qo'yilgan. Qo'yilganmi kirlo? Kirlo qo'yilgan. Kirlar ham qo'yilmagan. Qo'yolmabdi. Amallab berganda. To'liq pasi bilan. Kapotgan ham bu. Kapotgan ham kraska bu. Kapot ham sepilgan. Mana shu ko'ring, mana shu. Bo'l, sepilgan. Bu Bog'larni qarang, bog'larni bilasizmi kraskaligini? Mana buni qo'ygan ekan krilosini, arqa krilosini. Mana bu krilo. yo'q qo'yilmagan aka. Kek. Yo'q, to'xtang. Ya, Nima bo'lgan? Qarang, kraska bo'lgan ukajon. bitta egilib ichkarisi yaxshilab qarang. Farq endi sizni oldingizga qo'ymagan bo'lsa ham, siz ketgandan keyin men kesib qo'yib yuborganman. Masalan, o'zgan. Bu mashina kesilmagan ekanlar. Ya, masalan. Kesilgan bu. Kesilmagan, qo'yadi, boshqa qo'yadi bu. Qarang, bu O'zini qildi. Ya, o'zi chiqmagan. Qildi ekanlar aka. Mana qarang, o'zi. Shpaklopka bilan yasab tayyorlagan hozir. Bu yomon bo'ladi. Lekin mana shu yerdan xuddi sizga kraska tushirmaydigan odam kelyaptimi bilsin, nima mashina olayotgan. Yetti sizga borga bir og'iz bunday ekan deyolmaydi. O'sha vaqtda Bitta shayx ekan. aytuvdi endi oldi. Olgan joy yaxshi ekan. Ko'ring. Qarang, ana shu ruchkani oldini qattiqroq ochaverishga mana shu yoqqa petni tushib qolgan. Ha, u mayli, uni aybdimi ham. Qarang, bitta ko'ring. Ismingiz nima edi? Asilbek. Ochiq oyda. 70 dan pastga savdo bo'ladimi? Dal ko'ring. Mart ko'ring. Yo'q aka. 80 dan pastiga bo'lmaydi. Chinchidagi. Ha. Bo'laman. Faqat xafa bo'lmang. Men nima xafa bo'laman? Ishim shuku. Nima desam aka, mashinaga bir qo'l bo'lganligi. Shunday. Ag'i to'g'ri lekin bir qo'l ekan bosh. Ko'rsa mayli. Yurganni qancha dedingiz, Asilbek? 148, 149. Ha, bir yarim kirib deylik. Necha pul olsa berasiz? Mayli, meni kuchim yetmadi degani, bitta men olaman degani emas. Bu yerda odam ko'pki, kimdir olar balkim. Men hozir meni Nexia'ga ham kuchim yetmadi, lekin aytdim, mana hali ham savdo qilyapti. Savdosi bitsa oladi. Sotaversin, bemalol, menga pul kerak emas. Asilbek, siz shunday narx ayting, aka, kami, mashinadan kami bermayman deng. Men aytib ko'raman, kimgadir ma'qul kelsa olar. Siz biror nima deng. Men o'zimga ma'qul narsani so'radim. Aka kamlik qiladi dedingiz-ku, o'sha uchun endi sizga ma'qul narsani so'rayapman nima? Bo'l tushundim aka. To'xtagan narx 85 dan pastga beraman. 85 milliondan pastga bermaysiz. Keyin chiqadi. Bo'l, tushundim. Xo'p, akalar ko'ringlar, 1,5 kuruk yurgan.
1,5 kunlik yurgan Nexia 3 2020. Metan gazi bor. Arqa krilosi, arqa kapoti, kraskasi bor. Mexanika. Qolgan joyi radna. Bir qo'l mashin, haqiqatdan salondan bir qo'l. Hali oldi sotdi bo'lmagan. 85 million bo'lsa beraman deyaptilar. Agar oluvchi bo'lsa ko'rsin. Endi men to'g'risi 70 dan pastga so'rab ko'rdim, bermadilar. Men dedilar baland ekan 85 million bo'lsa beradilar qisqasi. Oluvchi bo'lsa ko'rsin. Birdan chiqib ketib qolmang. Birdan chiqib ketib qolmang Asilbek. Endi yaxshi tarafini aytib o'taman. Kuzupi 21 mashinasida. Shunday. Ha. Texpasporti 20. Yaxshi tarafi ham bor. 7-oyga olib nomer toqqan ekan, 21-yil. Ha? Shunday bo'lgan ekan. Texpasportni berdimi Asilbek? 5-10 minut turing, xafachilik yo'qmi? Xafaga sizda yo'qmi? Ya, men nima xafa bo'la? Ishim shuku mana. Kelyapti, malades gaplar. Bugun